Assalomu alaykum. Qadrli bolajonlar, siz taniqli bolalar ijodkori Abdurahmon Akbarning bir-biridan quvnoq she'rlarini mazza qilib o'qigansiz. Sevimli shoirimiz bugun oramizda bo'lmasa-da, uning hayrat va hayajon baxsh etuvchi she'rlarini zavq bilan o'qishda davom etyapmiz. Umid qilamizki, Oq qovunning bolasi to'plami ham sizning sevimli kitoblaringiz orasidan joy oladi. Shu kitobning Bahona degan she'rini o'qib bermoqchiman. Marab qoldi sovliq qo'y, marab qoldi qo'zichoq. Ichib bo'lgach choyingni suv berib chiqqin uzoq. Oyijonim ularga keragi yo'q qarashni. Qo'zichoqqa onasi o'rgatyapti marashni. Shunday kitoblarni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda sizlarni kutib